Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Eslatib o'tamiz, bugun 16-may chizosida mana Sankt-Peterburg Buxoro yo'nalishi bo'yicha passajlarimiz bor edi. Mana pasportlari qo'limda, ko'rib bo'layotganlaringizdek, o'zlarimiz sharda turib turar. Mana hozir ko'rib bo'layotganlaringizdek, mana akalarimiz bugun nasib qilsa Buxoroga yo'l oladilar. Assalomu alaykum akajon, xush kelibsiz avvalambor. Qani biletlar ishonchli ekan akajon? Ishonchli, bemalol, hech qanday navoi yo'q, kamchiliklar yo'q. Hammasi joyida, zakon o'tdik, mana hech kim ishtima degan yo'q. Gap yo'q akajon. Zakonni bo'ldi hammasi. Yaxshi, sog' salomat etib borasiz. Akajon, mana bilet olayotganingizda shu aytib o'tishadi-da, bizning xodimlarimiz, kassadagi xodimlar, aeroportda odam bo'ladi, sheriklarimiz bo'ladi, kutib oladi, kuzatib qo'yadi deydi. Haqiqatan ham mana shu gap so'zlar amalda qo'llanilyaptimi? Ya'ni aeroportda mana sizlar bilan uchrashib, mana yordam qilamiz yaqinda. Bo'lyapti hammasi. Gap yo'q akajon, tavsiya qilasizmi kassamizni? Bemalol. Xizmatimizdan rozimisiz? Bemalol. Gap yo'q. Sog' salomat etib borasiz. Oq yo'l. Aziz vatandoshlar, mana akalarimiz, mana Aviakassa Sarvasarxon